burunqi zamonda bir boy bo'lib, uning 2 o'g'li bor ekan. Bu balalar kichigidilla onasidan yetim qolgan bo'lg'ashqa, boy eg'irchilikni ularga bildirmay beqib cho'nqibdi. Kunlarning birida boy eg'ir kasal bo'lib, o'rin tutib yetib qoldi va balalarga vasiyat qilmoqchi bo'ldi. O'g'lim. Xo'sh, ota. Uyda suv tugab qopdi. Sen berib, ozroq suv olib kelsang bo'pti ekan. Ma'qul. Oldirma. Suv olib keladigan qapoq teshilib ketibdi. Shunga sen suvni chivat olib kelgin. Bu sevatda bir tomchi suv qolmabdi-ku. Bo'pti. Hech qis yo'q. Yana bir qaytam olay. Suv turmaydigan sevatgan-ku bu. Shundoq qilib, suvni akilanmidim degan. O'g'lim, endi sen bu sevatda suv olib kirgin. Oy, soyup kepsen de. Ha. Oy. Aklına barikallah oğlum.
Balalarım, mening kesilim bağansırı eğirlişip ketayotydy. Özümge muayyan. Gözlerim uzun kalmadı. Bu alemge ketişten burun sizlarga qoldiradigan birli vasiyatim bor. Sizlar har qanday ish qilgan chaqda aql ishlatishga mohir bo'linglar. Esinglarda bo'lsin. Kalla ishlatib sabab qilsanglar, sevatdimi? Suv to'xtaydi. Uzun ötmey buvay alemden ötüptü. İki oğul dadısının bu vasiyetini esti çın tutup, her kandak iş qilganda aql ishlatib, obdan kun kechiribdi.